Haqiqiy o'qni necha belkurak to'xtata oladi? Men bu belkuraklarga har xil kalibrlarda o'q uzaman. Ko'ramiz bu o'qlarni necha belkurak to'xtata olar ekan. Omad senga, Fred. 22-kalibrdan boshlaymiz. 22-kalibr o'qi bu yerga tegib Fredga hech nima qilmadi. Endi 9 mmlik o'q. O'q bu yerga tegdi. Sezilarli iz qoldirdi, lekin teshib o'ta olmadi. 45 ACP ga o'tamiz. O'q birinchi belkurakning bu yerini teshib o'tib, yog'ochning bu yeriga tegdi. Endi 10 mmlik. 10 mmlik o'q birinchi kurakni teshib o'tib, ikkinchi belkurakka tiqilib qoldi. Endi esa 50 AE kalibrli Desert Eagle. Desert Eagle ikkita kurakni teshib o'tib, uchinchisidan sirpanib ketdi. Fredga hech balo qilmadi. 556 kalibrga o'tamiz. Avtomat birinchi va ikkinchini teshib o'ta oldi, lekin uchinchisida sirg'anib ketdi. 308 kalibr. O'q 3 ta belkurakni teshib o'tib, 4-chisida qolib ketdi. Endi esa 50-kalibr. Bu qurolimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 belkuraklarni teshib, 8-chisida sirpanib ketdi. Fred omon qoldi.